Şahınlardan söyler, şahınlardan söyler. Sallarım bakalım, sallarım bakalım. Pingvin. Olasan qo'limni. Usta, bugun bitadi. Ha bitadi 3-4 kunda. Kecha ertaga bitadi dedingiz-ku. Shuna bo'lib qoldi-da endi. Ha shuna bo'lmasin-da endi. 10 kunda bitirib beraman degansiz. Bugun 24-kun-ku. Ha bo'pti. Alo? Bugun bo'shayman deyapman, kelyapsizlarmi? Ha, hozir 1 soatda boramiz. Ustoz, hozir gaplashdingiz, uyda egasi bilan jo'qqa javob berishni bilasizmi? Hali telefondagi odamga 3-4 kunlik ishimiz bor, bitirib olib keyin boramiz, siz bo'lmaydimi? Menga qara shogird. Hech qachon mebelchi ustalar bunaqa gap gapirmaydi. Tushundingmi? Akajon, qirt bo'shmana. Agar materialni kestirib olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, ertaga boshlab yuboraveramiz. Odam podamas ekan ustoz. Anaqada 4 ta ishingizda bir kundan ishlab qo'ygansiz. Ana amakini ishini 1 oydan beri qilib berganingiz yo'q. Men sizni orkangizdan kalta yegim kelmayapti ustoz. Agar sen bunaqa oqilona fikrlagan bo'lsang, hech qachon mebel usta bo'la olmaysan. Suf senga. Mebelchi ustalaringiz ishi zo'r ekan. Ha, sizni mebellangiz bitdimi? Qatta 10 kunda bitirib beraman degan 30 necha kun bo'ldi, hali ham cho'zilib yuribdi-da. Mani ustalarga aytmayapti, tezda ishingizni bitirib beradi. Hozir shakkayda ish qilib turadi. Ha bo'lmasam men bilaman qaytganini. Qani usta? Vahshiy ajratish yo'q, nima bo'lsa ayt. Yaxshimas, yomonmas qabul et. Borimcha kimda Aka, ana telefondan bormi? $80 qilib beraman senga. Hozir aka. Yo'q pulim. Telefon $80 ekan-ku. To'lab yuborsam $20 qolar ekan o'zimga. Keyin shu balacha yaxshilik qilay. Ukajonim yig'lama. Men berib yuboraman Sanuningga. Aka berib oling shunga telefon. Aka mana $100 20 tez qaytib yuborsizlar. Qalbaki, bu hazillashyapsizmi? Aka bu chiroqlarni hammasini to'g'irlab qo'ydim. Shomdan keyin o'zidan o'zi yonadi. Hech kim yoqish shart emas, a? Dada, zerikib ketdim. Ozgina aynalib kelaveraymi? Ha bo'ldi-da, o'g'il-to'y faqat uzoqqa ketib qolmang. Telefon qilsam darrov kelasiz, xo'pmi? Xo'p. Aka, Doktor, nima deysiz mana qoringa? Bir kun kecha qolganingda qorning yorilib ketardi. Men dorilarni vaqtida ichib yurgan, xo'pmi? Hozir. Ha dada, o'g'il-to'y qayerdasiz? doktorda oldi dedim. Nima qilyapsiz doktorda oldida? Tinchlikmi? Ha, tinchlik, zerikib qoldim, birozda gaplashib turibman. Men hovliga ishimiz tugab ketyapti. Xo'p, hozir boraman. Doktor soppa odamga shuncha dori yozib berganingiz qarang. Qo'yiraman ekan.